Bilasizlarmi, retinol siz agar homilador bo'lsangiz, hattoki sizning tug'ilmagan farzandingizga ham juda ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki uning tarkibidagi shunday xususiyatlar borki, u sizning homiladorlik vaqtingizda platsenta orqali bolaga yetib borib, uni turli xil salbiy oqibatlarda, ya'ni miyasiga yoki bo'lmasa tug'ilishiga qanaqadir ziyon yetkazishi mumkin. No, siz hozir o'ylashingiz mumkin, retinol yomon ekanda. Yo'q, retinol umuman yomon emas. Retinol juda ham ko'p problemalarni hal qiladi. Ajinlar, dog'lar, uglilar, umuman juda ham ko'p. Lekin qanday turdagi retinollar va necha foizlik retinol ishlatishga va yuzga to'g'ri tanlashga bog'liq. Shunday ekan, agar siz homilador bo'lsangiz yoki rejalashtirayotgan bo'lsangiz, iltimos retinolni ishlatishni tavakkal qiling. Va shuni aytamanki, shu sababli bunday mahsulotlarni tanlashda, umuman olganda yuzga uhud tanlashda ham malakali ekspertlar yordamida tanlaganingiz ma'qul.